Nega jimib qolding, xasta mung'ayib? O'zingni urasan yakkash to'shakka, nega kelib endi naq g'arib? Kurashda yengmoqchi bo'lasan yakka. Qani zukko xislat, iroda, g'urur, do'l, bo'ron, hijronlar o'ta kulguch kuch. Qani o't bulog'i ko'zingdagi nur, ziqlik, xafaqonlik qaydan keldi duch? Yillar o'tgan bo'lsa undan nariga, kimda muqim qolmish 18 yoshi, katta taqdiringda o'tgan kunlarga betakror zeb berigan hayot naqqoshi. Uzoq yo'lda kim ham qolmaydi tolib, birdam do'st qatida hordiq chiqargin. Mehringga cho'zilgan dil bo'lsa olib, eng yorqin yo'llarga solib yuborgin. Atoqli shoira Zulfiya xonim ijodini nafaqat xalqimiz, balki bir qator mamlakat sherxonlari ham hanuz sevib mutolaa etib kelmoqda. Zulfiya xonim ijodkorligidan tashqari jamiyatning fidokor faoli hamda matonat ona sifatida ham insonlar ko'nglidan joy olgan.